Assalomu alaykum. Xloroz to'g'risida gaplashamiz. Qo'shimchalari ham bo'lishi mumkin. Xloroz nimadan bo'ladi? Eng asosiy sababi suvni ko'p quyishdan bo'ladi. Misol uchun bizda ozuqa yetarli, hamma narsamiz yetarli, yetarlidan oshiq bilan berganmiz. Oshiq bilan emas, yetarlicha berganmiz, lekin yangi chiqarayotgan barglari sarg'ayib chiqishni boshlagan. Shu xlorozning alomati bo'ladi. Suv ko'p beriladigan bo'lsa, o'simlik tuproqdagi elementlarni o'zlashtira olmaydi. Natijada barglar sarg'ayishni boshlaydi. Birinchi qilinadigan ishi tagini yumshatish kerak bo'ladi. Tagini hammasini yumshatib chiqish kerak, oshiqcha namli ichga ketish kerak bo'ladi. Bunda yaqqol ko'rinib turibdi. Sariqligi oshiqcha namli ichga ketadi. Tagi tezroq qurishiga yordam beradi va undan keyin bargidan temir moddasini beramiz. Xelatlangan temir deyiladi. O'simlikni qabul qilishi osonroq bo'ladi. Shuni beramiz. Barglar o'ziga kelishni boshlaydi. Tagidan bermaymiz. Tagidan beradigan bo'lsangiz, o'zi tagida namlik yetarli, uni o'simlik qabul qilmaydi. O'simlik ozuqani qabul qilish uchun tagidagi nami normal holatda bo'lishi kerak. Buni agar oldini olmaydigan bo'lsangiz, ko'rsataydi. Buni oldini olib dori qilmaydigan bo'lsangiz, o'simlikda xlorofil deydi. O'ziga kerak bo'ladigan ozuqani qayta ishlab chiqarishi uchun tushunmaysiz. Bu ishlamaydi, bu barglar ishlamaydi. Ko'k barg ishlaydi, xlorofil ishlab chiqarish uchun o'simlik o'ziga kerak bo'lgan vitamin va ozuqalarni yorug'likdan ham oladi havo bilan. Sarg'aygan barglari olmaydida, u kengayib boraveradi, ko'payib. Va oxiri quritishga olib keladi. Gulli qurishiga olib keladi. Shuning uchun vaqtida davolash kerak. Bu juda ham ko'pchilikda bo'ladi. Vaqtida davolash kerak, vaqtida qarash kerak. Qaramaydigan bo'lsangiz, gulingiz qurib qoladi, keyin qiyinlashib qoladi. Shuning uchun dorilarning juda ham turi ko'p, turlari ko'p, nomlari ko'p. Bizda misol uchun bo'ladi temir, magniy, azot, fosfor, kaliy, NPK ni turli tumani. Bular gulli ovqati bo'ladi. Bu temirim bu. Buni gul ko'p bo'lgani uchun namligini hammasini bir xilda boshqarib bo'lmaydi-da. Shlankada hammasiga bir xilda berasiz. Havo ochiq bo'lgan kuni qaysidir birida tezroq qurisa, havo olig'roq bo'lgan paytda gul sekinroq quriydi-da. O'shana hisobiga tuprog'i sekinroq quriydi-da, shuni hisobiga namlik ko'payib, tuproqdagi ozuqani o'zlashtira olmay qoladi. Shuning uchun magniy doim kerak bo'ladi, temir doim kerak bo'ladi, mikroelementlar kerak bo'ladi. Azot, fosfor ozuqa bo'ladigan bo'lsa, mikroelementlari, vitaminlari desak ham bo'laveradi. Vitaminlar bo'ladi. Ular kam bo'ladigan bo'lsa, o'simlikda qanaqadir chiroyida, gullashida o'ziga yarasha kamchiliklari bo'lib turadi. Shuning uchun hammasini vaqtida bilib bergan yaxshi. Uyda o'stiradigan odamlarga eng asosiysi xlorozni bilib olish kerak. Xlorozni bilib olish kerak. Yantarniy kislota bo'yicha ham kecha rolik qo'ygandim. Instagramga, Telegram kanalga ham qo'ygandim. Kichkinagina rolik qilib, yantarniy kislota ozuqa emas. Epin, sirkon, yantarniy kislota bular ozuqa emas, bular stimulyator. Bular stimulyator. Stimulyator degani adrenalindagi gap. Misol uchun adrenalinni yo bo'lmasa kofedagi gap. Och qoringa ichib bo'lmaydi doim, qorinni to'yg'azmaydi. Qorin to'yish uchun ovqat yeyishingiz kerak. Gulli ovqati NPK bo'ladi. Azot, fosfor, kaliy bo'ladi. Buni ham Telegramga qo'yganman. Gulli ozuqasi azot, fosfor, kaliy bo'ladi. Hop, vitaminlari, mikroelementlari bo'ladi. Mikroelementga juda ham ko'p narsa kiradi. Misol uchun bor,
gullashga, gullarini tuk ko'rmaslikka yordam beradi. Hop, temir bargni sarg'ayishini oldini oladi. Magniy bargni sarg'ayishini oldini olib, barglarni yashnatib beradi. Hop, gullashini tezlashtirib beradi. Shunga o'xshagan molibden bor, rux bor, u ham gullashga yordam beradi. Shunaqangi tomonlarini ham hisobga olib qo'yish kerak. Yantarniy kislota shularni hammasini joyida berib, keyin yantarniy kislota yo ipin beradigan bo'lsangiz, gulingizda o'zgarish bo'ladi. Zo'r o'zgarish bo'ladi. Shunchaki o'zgarish bo'lmaydi, zo'r o'zgarish bo'ladi. Agar siz ularni bermasdan doim shu yantarniy kislota bilan yo ipin sirkon bilan boqadigan bo'lsangiz, undan natija kutishingiz qiyin. U narkomanga aylanib qoladi. Nima deydi? Doim adrenalin ichib yuradigan odam doim ichib yuraveradi-yu. Yo bo'lmasa, qanaqa tushuntiray? Kofe turolmaydigan bo'lib qoladi. Bor shunaqa odamlar kofe ichmasa turolmaydi. O'shaning uchun doim berilmaydi. Vaqti bo'ladi, davri bo'ladi. Gulni o'rgatib qo'ymaslik kerak. Agar o'rgatib qo'yadigan bo'lsangiz, keyin u boshqa muhitga o'tgandan keyin shu narsalarni ko'rmasa, u solmaydigan bo'lib qoladi, qotib qoladi, umuman gullamaydi, to'xtab qoladi. Ammo gulchilar qanaqa dori berishini bilaman, endi aytib bo'lmaydi uni. Biladigan joylarimiz ham bor. Hali ko'pchilik yozishadi-da, gul olganimizdan keyin gullab turgan bo'ladi, olib kelgandan keyin umuman gullamay qoladi deb. Ba'zi bir narsalarni gapirmaganim yaxshi, shuning uchun gapirmaymiz-da. Lekin har qanaqa gul boqadigan odamni aptechkasida, gul aptechkasida temir bo'lishi kerak. Temir, mikroelement, azot, fosfor, kaliy, NPK deydi shuni. Shuni 13-40-13, hop 6-48-12, monokaliy fosfat shular bo'ladigan bo'lsa, gulni o'stirish osonroq bo'ladi. Zo'r qilib o'stirsangiz bo'ladi aniqrog'i. Gummat deydi. Gummat ham zo'r narsa. Qanaqa tushuntirib bersam bo'ladi gummatni? Gummat chortoq suvidagi, mineral suvidagi gap bo'ladi. Ovqatni hazm qildirib beradi. Siz bergan ozuqalaringizni tuproqqa beradigan bo'lsangiz, gul o'zlashtirishiga yordam beradi. Har xil bakteriyalar bor. Tuproqda har xil bakteriyalar bo'ladi o'zi. Gulli ildizini yomon bakteriya, xuddi insonni singari, odamda ham yomon bakteriya bo'ladi, yaxshi bakteriya bo'ladi. Qaysidir bir ko'payib ketadigan bo'lsa, immunitet tushib ketadi deyiladi. Immunitet tushib ketdi degani gulda yaxshi bakteriyalar kamayib ketdi degani. Shuning uchun tuprog'i yengil nafas oladiganini tanlang deb ko'p aytiladi. Bakteriyalar bergan ozuqangizni o'zlashtirib, gulni qabul qilishini oson qilib beradi. Yomon bakteriyalar nam havoda ko'p bo'ladi. Tuprog'i nami ko'p bo'lganda ko'p bo'ladi. O'shaning uchun suvni ko'p quyilganda gullar ozuqa bersangiz ham o'zlashtira olmaydi-da, qurib ketib qoladi. Mani gapim ko'paygan sari xatolarim ko'payib ketyapti. Aniqrog'i mavzudan chetga ketib qolyapman. Bo'ldi, xloroz bo'yicha shu. Temir moddasi bo'lishi kerak. Bargi sarg'ayishni boshlaganda albatta tagini yumshatish kerak uni. Yangi chiqarayotgan barglar sarg'ayadi. Tagini yumshatasiz. Bargidan 1 gram 1 litr suvga gulli holatiga qarab 5 kunda, bir haftada 10 kunda berib turasiz. Gulingiz chiroyli bo'ladi. Buni kesishimizning sababi shar qilmoqchimiz. Shuni kesamizda, shu shar bo'ladi, yumaloq bo'lib shar bo'ladi. Shunga hammasini kesib chiqaman. Xudo xohlasa, natijasini albatta qo'yamiz. Foydali bo'lib qoladi. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar.